Ustoz Ugvey Kung Fu Panda franshizasining eng yoshi katta personaji deb o'ylasangiz adashgan bo'lasiz, chunki undan-da yoshi katta personaj mavjud. Sezib turganingizdek, bugungi videoda Kung Fu Panda franshizasidagi personajlarning yoshlarini aniqlaymiz. Ishoning, ushbu videodagi ba'zilarining yoshlari sizni aniq hayratda qoldiradi. Videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz yoz tugagunicha 50 mingta bo'lishimiz kerak. Qani unda boshladik. Tai Lung nohaqlik qurboni bo'lib, 20 yil umrini zindonda o'tkazadi. Ungacha esa Shifuning qo'l ostida Nefrit qasrida yashab kelgan. Ugvey unga ajdarho jangchisi u emasligini aytgan payt Tai Lung 25 yoshda edi. Demak, u qamoqdan chiqqan paytida 45 yoshda bo'lgan. Qirol Shen pandalar qishlog'ini yo'q qilgan paytda 10 yoshli o'smir bo'lgan. U voqealardan 20 yil o'tganidan so'ng u Gungmeng shahriga taxtni egallash uchun qaytadi. Demak, u Kung Fu Panda 2 multfilmi voqealari paytida 30 yoshda bo'lgan. Bo'z bo'ri Shenning qo'shiniga ancha yillardan buyon sarkardalik qilib kelgan. Shunga qaramay u Qirol Shendan 5 yoshga katta. Shen taxtni egallash uchun qaytganida 70 yoshli Shohburunni to'potar quroli bilan o'ldiradi. U esa Shenning hujumi paytida atigi 1 yoshda edi. Mana oradan 20 yil o'tdi va u hozir 21 yoshda. Uning o'gay otasi janob Ping 1 yoshli pandani savatchadan topib olib o'z tarbiyasiga oladi. Ping u paytda 5 yoshda edi, hozir esa 25 yoshda. Franshizadagi 4 nafar bir-biri bilan tengdosh. Ular Li Shan, Yo'lbars, Mei Mei va Turna. Ularning to'rtalasi ham 20 yoshda. Ustoz Shifunni ko'pchilik yoshi ulug' shaxs deb o'ylaydi, lekin uning yoshi ustoz Shohburunnikidan katta emas. Shifunning Nefrit qasriga qanday qilib kelib qolganligi Kung Fu Panda multserialida ko'rsatilgan. U oldingi 5lik tarkibiga kirgan vaqt esa asosiy voqealardan 50 yil oldin bo'lib o'tgan. Hozir esa Shifu 65 yoshda. Hozirgi 5lik tarkibidagi usta Ilon pandalar qishlog'idagi panda Bao'dan kichkina. Bao 14 yoshda, Ilon esa 9. Franshizadagi 100 yoshdan kichkina bo'lgan personajlar bilan tanishib chiqdik. Endi esa undan kattalarini ko'rib chiqamiz. Moviy ajdarho 4 yulduz turkumining a'zosi va rahbari. U va uning safdoshlari Kung Fu Panda Taqdir panjarasi multfilmida ko'rsatilgan. Moviy ajdarho franshizadagi birinchi mifologik bo'lmagan qahramon hisoblanadi. Uning yoshi 155 ta. Kung Fu Panda 3 multfilmida General Kai 500 yil ruhlar olamida bo'lganligi bir necha bor tilga olinadi. Aynan 500 yil oldin u Ugveyni uchratadi va ular birgalikda Xitoyni himoya qilishadi. General Kaining bundan oldin qancha yashaganligi aniq emas. Shuning uchun uning yoshini 500+ deb belgilaymiz. Ustoz Ugvey esa butun franshizadagi eng aqlli va eng yoshi katta ikkita personajdan bittasi hisoblanadi. U Kai bilan uchrashishidan oldin ham Kaining Kung Fu Panda 3 multfilmidagi versiyasidan-da yoshi kattaroq bo'lgan. Bekorga uni Kung Fu asoschisi deyishmaydi. Demak, Kaining yoshi 500 dan katta bo'lsa, Ugvey undan 1 barobar katta, ya'ni u 1000+ yoshda. Va nihoyat franshizadagi eng yoshi katta personajga ham yetib keldik. Bu Kepa. U ilk bor Kung Fu Panda ajoyib afsonalar multserialining 2-sezonining 7 va 8-qismlarida chiqqan. O'zining bahaybat ko'rinishi bilan butun Tinchlik vodiysini qo'rqita olgan. Kepaga hatto Ugveyni ham kuchi yetmagan, lekin tashqi kuch yordamida uni cho'chqaga aylantirishga muvaffaq bo'lgan. Kepaning umumiy yoshi 1 million yilga teng. Shunday qilib, Kung Fu Panda franshizasidagi asosiy personajlarning yoshlari bilan bugungi videoda tanishib chiqdik. Agar sizga qiziq bo'lsa, Chaqmoq McQueen multfilmidagi mashinalarning yoshlari haqida ham video qilmoqchiman. Albatta, bu sizning ushbu videoda qanchalik aktiv bo'lishingizga bog'liq. Shunday ekan, videoni shunchaki ko'rib chiqib ketmasdan, videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.